Va nihoyat o'sha kun ham keldi. Bugun barcha sirlarni ochamiz. Ya'ni to 2018-yildan beri YouTube ijtimoiy tarmog'ida aktiv videolar qo'yib boraman. Ayni damda 700 ga yaqin videolar joylaganman. Endi bu shorts va long videolarni inobatga olgan holda. Xo'p, mana shu 7,5 yil, 8 yillik YouTube mobaynida, YouTube'ga ishlagan vaqtlarim mobaynida qanaqa o'sishlar bo'lgan va butun analitikani sizlarga ko'rsataman va qancha daromad qilganman. Bu ko'pchilikka qiziq bo'lishi tabiiy hol, chunki shaxsan o'zimni tanishlarim, o'zimni o'rtoqlarim so'ragandi, "Nima uchun YouTube qilasan? Senga qanaqa manfaati bor?" Xo'p, unda yaxshilab o'tirib joylashib olamiz. 8 yillik YouTube analitikasini sizlar bilan hozir batafsil ko'rib chiqamiz. Biz kanal statistikasiga o'tib olamiz. Tayyor bo'ling. Ko'rib turganlaringiz, bizni umumiy YouTube ko'rinishi mana shu formatda bo'ladi. YouTube'ga kirganingizda, ayni buni bilmagan odam bo'lmasa kerak. Kompyuterim nemis tilida, shuning uchun, nemis tilida bo'lgani uchun qisqacha ba'zi joylariga tushuntirish berib o'taman. Lekin ma'lumotlari deyarli o'zbekcha. Orada tabiiyki ba'zi bir nemis tilidagi videolar ham bor. Umumiy ko'rinish YouTube Übersicht deydi. Uzun YouTube formatdagi videolar. Bu yerda esa, ya'ni 3 minutdan yuqori bo'lgan videolar aynan mana shu joyga joylashadi. Endi bu videolar 500-600 talab video bor. Bu yerda shorts qismi bu ham juda qiziq. YouTube endi yangi demayman-u, lekin nisbatan yangiroq formatdagi videolarni qo'yishni ham o'z ichiga olgan va asosiy mavzuyimiz ham, mana shunga ko'proq e'tibor beramiz. Ya'ni bizni ko'proq e'tibor beradigan mavzularimizdan biri bo'ladi. Bu playlist, buni barchamiz bilamiz. Bu yerda esa postlar qo'ysa bo'ladi. Mitglitschaft hozircha hech kim yo'q. Xohlasanglar Mitglitschaft bo'lib qo'yishlaringiz mumkin. Tez-tez strimlar, ya'ni jonli muloqotlar bo'lib turadi. Bundan tashqari, endi YouTube kanalimiz yozilgan, ma'lumotlar ko'p o'zgargan. Lekin YouTube kanalimiz qachon ro'yxatdan o'tgan? Bu 2018-yil aytib o'tganimdek, 9-noyabrda. Aniq esimda, adashmasam 23 yoki 24-kuni birinchi videomni YouTube'ga joylaganman. O'shaning uchun bir 2 haftacha o'tar-o'tmas, lekin ikkinchi videolarimga, umuman olganda, birinchi videolarimga juda qiynalganman. Bu endi hammada bo'ladigan tabiiy hol bo'lsa kerak yoki menda shunaqa qiyin bo'lgan, bilmayman. O'z fikrlaringni izohlarda qoldirib ketingizlar. Qani, video olish sizlar uchun qanchalik oson? 145 ming obunachiga egamiz YouTube'da o'rtoqlar. 145 ming. Bu degani mana bu kumush knopka degani. Kumush knopkamiz, bilmadim ko'rinyaptimi yo'qmi? 145 mingta emas, bu 100 mingtaga beriladi. 100 mingtaga, 1 millionga, 10 millionga beriladi. Endi bizda hozircha mana shu 100 mingta obunachi uchun berilgan bu. 657 ta video. Endi buni orasida nechtasi o'chib ketgan bo'lishi mumkin. Ya'ni 700 ga yaqin video joylaganman mana shu 7,5 yil, 8 yil mobaynida. Va ko'rishlar soni 244,229,208 ta bo'lgan. Ya'ni bu prosmotr deydi ko'pchilik, ya'ni ko'rishlar soni. Endi bilmadim, bu kim uchundir oddiygina ko'rish bo'lishi mumkin. Endi shuncha ko'rildi degan, lekin men uchun bu 7 yil, 8 yillik mehnatimni natijasi hisoblanadi. Endi mana shuni ko'rib, "Vau" deyman. Endi shunaqa. Davom etamiz. Endi bizga kanal analitikasi kerak. Kanal analitikasiga o'tish uchun kanal anpasini, ya'ni bu yerda ko'rinadi. To'liq analitikani ko'rsa bo'ladi. Bu yerda ma'lumotlarni kiritsa bo'ladi va orqaga banner qo'ysa bo'ladi, rasm o'zgartirsa bo'ladi. Rasm bir necha yildan beri bir xil rasm turadi. Negadir shu rasm menga yoqqani uchun turibdi. Endi qolgan ma'lumotlarni kirib o'zgartirsa bo'ladi. Lekin bizga yana ham qiziqrog'i, mana dashbordga o'tamiz. Dashbordda oxirgi ma'lumotlar, ya'ni qanaqa kanallar sizga obuna bo'lgan yoki qanaqa reaksiyalar bildirilgan, kommentariyalar va oxirgi qo'ygan postlaringiz haqida ma'lumot beriladi. Mana bu videoni bugun qo'ygan ekanman. Kanal analitikasi. Analitikaga o'tamiz. Xo'p, analitika haqida qisqacha tushuntirish berib o'taman. Bu oxirgi 28 kunlikni ko'rsatadi, ya'ni avtomatik tarzda kirganingizda. Buni endi bu yerdan 7 kunlik, 90 kunlik, 365 kunlik, 2026, 25 oylar tanlasangiz bo'ladi yoki to kanal ochilgandan to bugunga qadar ko'rsat desangiz ham bo'ladi. Hozircha biz oxirgi 28 kunlikda qolamiz. Oxirgi 28 kun ichida 32,500,000 ta ko'rishlar soniga ega bo'lganmiz. 163 ming soat ko'rilgan ekan.
salkam 10,000 ga yaqin, ya'ni 9,200 tadan ziyod obunachi kelgan va bu esa oxirgi 28 kunlikda, olib kelgan summa. Xo'p, bu yevroda turibdi. Buni dollarga o'tkazsak ham bo'ladi. Dollarga o'tkazish uchun nastroyka bo'limiga, ya'ni Einstellungga o'tamiz va xo'p, bu yerdan, yevro qismidan biz dollarni belgilaymiz. Endi dollarni belgilashimiz uchun bizga USA kerak bo'ladi. Ya'ni Amerika yevrosini, dollarini tanlaymiz. Mana USD, US dollar. Xo'p, mana shu qismiga o'tamiz va saqlab olamiz. Bu esa nechi bo'ladi? Yodimdan ko'tarildi. Xo'p, $1624 bo'ldi. Oxirgi 28 kunlikdagi umumiy hisobda YouTube'da kelgan daromad. Bu yerda ma'lumotlarni, Echtzeit, ya'ni real vaqtda ko'rsa bo'ladi. Real vaqtda oxirgi 48 soat ichida, salkam 2 millionga yaqin odam YouTube videolarimni tomosha qilgan ekan. Xo'p, endi bu yerda, qaraymiz. Inhalti deydi. Umumiy ma'lumotlari Inhaltida o'sha ma'lumotlar, 414 tadan ziyod layk bo'lgan, 10,000 taga yaqin, obunachi qo'shilgan ekan. Vau, zo'r! Endi, ko'rishlar soni stabil. Asosiy ma'lumotlar bu yerda emas. Asosiy ma'lumotlar, mana Zushour bo'limiga o'tamiz. Bu Zushour bo'limi tomoshabinlar degan ma'noni anglatadi. O'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, mana shu yerda oxirgi 28 kunlikdagi ma'lumotlarni ko'rsak bo'ladi. Endi nima uchun oxirgi 28 kunlikka urg'u beryapman? Chunki kanalim 2018-yil ochilgan bo'lgani bilan to'liq tarzda, boshdan bosh aktiv bo'lmagan. Ba'zi vaqtlari bir necha oylab video qo'ymaganman, ba'zi vaqtlari esa, videolarim blokka tushgan, ba'zi vaqtlari, qanaqadir muammolar bo'lgan. Shuning uchun oxirgi 28 kunlik va oxirgi 1 yillikni sizlarga yanayam ko'proq ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu yerda ko'rilgan videolar va qaysi vaqtda ko'proq ko'rilgan ekan? Asosan, shu 12 dan so'ng, asosan mana shu soat kechki 6 larga to'g'ri kelyapti videolar ko'rilishi. Asosiy ko'rishlar soni ko'rganingizdek bu yerda ayollar bo'limida 20%, erkaklar bo'limida esa 78,8%. Ya'ni erkaklar juda aktiv bo'lishgan ekan YouTube kanalimizda. Qaysi yoshdagilar ko'rgan? Yoshlarini ko'rsak, asosiy yoshlar 25 yoshdan 44 yoshgacha bo'lgan, odamlar orasida ko'rilgan ekan. Nimada ko'rilgan degan joyi bor. Ko'rilgan apparatlar telefonda 70%, televizorda 12%, kompyuterda 11%, tabletda, ya'ni planshetda 6,2% ko'rilgan ekan. Endi region. Region deydigan bo'lsak, vau, Germaniya asosiy meni ko'radigan obunachilarim Germaniyadan ekan. Ya'ni oxirgi obunachi ham deb bo'lmaydi. Buni obunachilarga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi yo'q. Ko'rishlar sonida Germaniyadan ko'rishgan ekan. Ya'ni 28 kunni oladigan bo'lsak. 52%, Amerikadan salkam 5%, Avstriyadan 4,5%, Hindiston ham bor ekan 3,8% va Shvetsariya. Shvetsariyadan 3,4%. Umsatz. Xo'p, mana bu yerda qiziq nimani ko'rsak bo'ladi, qiziq statistikani ko'rsak bo'ladi. Bu oxirgi bir haftadan tashqari hisoblangan. Balki ko'proqdir ham. Nima uchun bu yerga kelib to'xtagan? Ochig'ini aytaman, o'zim bir kichik xatoga yo'l qo'ydim. Bu ikkinchi xatoyim aslida. Bundan 3 yil oldin ham mana shu xatoni takrorlagan edim va bu xatoni yana takrorladim. O'shaning uchun YouTube ayni damda meni monetizatsiyadan uzib qo'ydi. Buni sal keyinroq aytib o'taman, qanaqa xato va sizlar ham mana shu xatoni qilmasliklaringizni maslahat beraman. Aks holda xuddi shunga o'xshab, kelib turgan daromadlaringizni YouTube birdaniga to'xtatib qo'yishi mumkin. Xo'p, endi savol tug'iladi, buni qaytadan, yo'lga qo'ysa bo'ladimi? Ha, bo'ladi, lekin ozroq vaqt va ozroq mehnat kerak. Bu yerda oxirgi oylar statistikasini ko'rish mumkin. May oyiga keladigan bo'lsak, bizda hech qanaqa tushum bo'lmagan, chunki o'sha sabab YouTube bizni oxirgi 2 haftada bloklagan. Ya'ni bloklab faqat monetizatsiyaga cheklov qo'ygan. Bu qolgan hech narsasiga blok yo'q aslida. Buni aytib o'tganimdek to'g'rilasak bo'ladi. Umid qilaman. Endi aprel oyida 2,600 dan ziyodroq, $2,600 dollarga o'zgartirganmiz, $2,673. Mart oyida $1,800-$1,900 salkam. Fevral oyida $700 ga yaqin, yanvar 2,375, dekabr $1,684 YouTube'dan tushum bo'lgan ekan. Bu summalarni men to'liq tarzda yechib olganman. Bu summalar hech qanaqa yo'qolib qolmagan.
Asosiy tushumlarimiz shu aytib o'tganimdek shorts videolardan kelgan. Bunga ham alohida keyingi videolarda to'xtalib o'taman. Endi ko'pchilikka qiziq bo'lgan narsa analistikani oxirgi emas, umumiy YouTube ochganimdan beri qani nima bo'lgan ekan, shunisini ko'ramiz. Biz Ershtelning deydi, bu umumiy to boshidan 2018-yildan to hozirgacha bo'lgan vaqtni ko'rsatib beradi. Vau! Analistika juda qiziq. Chunki 2 marta, 3 marta to'lqin bo'lgan ekan. Umumiy hisobda qarang, 250 milliondan ziyod odam videolarimni ko'rgan. 1,5 million marta, ya'ni 1,5 million soat. Endi bilmadim, bu necha yil bo'lib ketadi, 1,5 million soat. Abonentlar soni 145 ming o'sha va asosiy o'zgargan narsa bu yerda geschätzte Umsatz, ya'ni 20 mingdan ziyod daromad ko'rgan ekan mening YouTube kanalim. Shu, men bittada ko'rsatib qo'ydim, nima qilmasdan. $20,000. Endi bu aslida juda katta summa emas, lekin mening mehnatlarimni evaziga qilingan kichkinagina mukofot puli desa ham bo'ladi. Endi nima uchun qaranglar, asosan YouTube kanal ochgandan so'ng birdaniga monetizatsiya chiqib ketmaydi. Buni monetizatsiyaga chiqarish uchun ma'lum bir shartlari bor. Bu kamida 1000 ta obunachingiz bo'lishi kerak, 4000 soat ko'rilgan bo'lishi kerak, hech qanaqa qonun-qoidalarga zid bo'lmagan tarzda videolarni joylagan bo'lishingiz kerak. Endi bu long video formatda, shorts formatda esa sal boshqacharoq. Endi bu summalarni O'zbekistonga jo'natishimiz kerak. Qanaqa qilib jo'natsak bo'ladi? Buning uchun bizga TransferGo ilovasi kerak bo'ladi. Sababi siz Yevropa hududidan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri o'zbek kartangizga sum tushirib olishingiz uchun TransferGo ajoyib yechimlardan biri. Xo'p, buning uchun siz video ostida qo'yilgan linkka kirasiz va o'sha joydan ro'yxatdan o'tib, bemalol summani jo'natib olsangiz bo'laveradi. TransferGo ishonchli qo'llardasiz. Yana bir muhim ma'lumot, agar siz TransferGo ilovasidan birinchi marta pul jo'natayotgan bo'lsangiz, sizdan hech qanaqa komissiya yechib olinmaydi. Video ostidagi linkni ustiga bosganingizda sizda mana shu holat ko'rinadi. Siz o'zingizga ma'qul bo'lgan tilni tanlaysiz. Shu yerdagi bor tillardan Einladung annehmen, ya'ni taklifnoma olish ustiga bosganingizda sizdan ba'zi bir ma'lumotlar so'raladi. Telefon raqam, email adres, ism, familiya va tug'ilgan sana. Mana shularni kiritganingizdan so'ng bemalol TransferGo ilovasini ishlatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Biz asosan monetizatsiyaga qachon chiqqanmiz? Monetizatsiya 2021-yil. Mana bu yerda ham qanaqadir summalar ko'rinyapti. 2021-yilda bir chiqqan ekanman va qanchadir vaqt o'tgandan so'ng YouTube kanalim yana monetizatsiyadan olib tashlangan. Birinchi sababi taqiqlangan musiqalar o'rnatganman. Ya'ni YouTubedan xohlagan videomni olib, ya'ni xohlagan musiqamni olib YouTube kanallarimga, YouTube videolarimga joylaganman. YouTube bir marta ogohlantirgan, 2 marta ogohlantirgan, 3-chi ogohlantirishda monetizatsiyadan ajratib tashlagan. Endi shundan so'ng orada qanchadir vaqt monetizatsiyadan uzilganman va keyin 2024-yil yana monetizatsiyaga chiqqan ekanmiz. Iyun oyidan boshlab mana shu vaqtlari ham $30, $40 dan daromadlarni ko'rsa bo'ladi. Endi asosiy daromadga chiqqan vaqtimiz bu 2025-yil sentyabr oyidan boshlab asosan daromadga chiqqanmiz. Sababi men o'zimda bir eksperiment o'tkazib ko'rganman, ya'ni shorts qismiga urg'u berganman. Chunki YouTube bilamizki, qisqa vaqtdan beri shorts videolarni monetizatsiyaga ulagan, ya'ni shorts videolardan yaxshigina daromad ko'rsa bo'ladi. Kanalimni o'tib ko'rsanglar ham oxirgi bir nechta videolar yoki bir nechta 100 ta videolar shortslardan iborat va ko'rishlar soni o'ta yuqori. Bundan keyingi videoda eng ko'p ko'rilgan shorts videom qancha daromad olib kelganini ko'rsatib o'taman. Sentyabr oyidan boshlab asosiy daromad kelishni boshlagan. Endi bu degani biz oxirgi 1 yillikni ko'radigan bo'lsak, 365 kunda $17,000 daromad ko'rganmiz. Oxirgi 90 kunlikni oladigan bo'lsak, bu $4,700. Endi bu summalarni to'liq yetib keladimi, qayerdan olsa bo'ladi degan savollar tug'ilishi tabiiy holda. Bu summalarni to'liq kartangizga tushirib olsangiz bo'ladi. Endi men Germaniyada doimiy tarzda istiqomat qilganligim uchun Germaniya qonun-qoidalariga rioya qilgan holda bu summalarni Germaniyadan ofitsial tushirib olaman. Lekin siz O'zbekistonda yashayotgan bo'lsangiz yoki qaysi davlatda yashayotgan bo'lsangiz, o'sha davlatdan ham o'zingizning kartangizga tushirib olsangiz bo'ladi. Endi o'ziga yarasha plus minuslari bor. Germaniyada eng katta minuslardan biri, siz
Mustaqil tarzda YouTube kanal yurita olmaysiz. Bu degani sizda qanaqadir kichik, ya'ni inflyuenser bo'lishingiz kerak. O'zingizni o'zingiz band qilgan bo'lishingiz kerak. Adashmasam O'zbekistonda ham shunaqa. Lekin O'zbekiston bilan Germaniyani farqi, O'zbekistonda 1 milliardgacha 1% soliq to'laysiz. Germaniyada esa ah, Germaniyada esa 30-40% gacha soliq to'laysiz. Ya'ni olingan daromadingizni eng kamida 30 bo'lmasa 40% gacha davlatga topshirasiz. Sizlar bilan boya oxirgi 28 kunlikni umumiy analitikasini ko'rgan edik. Hozir endi oxirgi, ya'ni umumiy olganda 2018-yildan to 2026-yilgacha bo'lgan 8 yillik vaqtni analitikasini ko'ramiz. Bu summalarni ko'rdik. Ya'ni bizda $20,000 dan ziyod umumiy tushum bo'lgan ekan. 250 million va qolgan ma'lumotlarni ham ko'rib turibsizlar. Inhalti qismiga o'tamiz. Inhaltida bu asosan shorts, videos va ali, ya'ni hammasi degan umumiy hisobda bizda shortsdan asosan 245 million, videolardan 5 million, live streamdan 3 mingdan ziyodroq, bu yerda esa qo'shimcha ma'lumotlar ko'rsatilgan. Endi asosiy qismi bizga Zuschauer qismida, ya'ni tomoshabinlar qismida qiziqroq bo'lishi mumkin. Bu yerda o'sha obunachilar soni qanchalik darajada o'sgani, mana bu yerda qachon obunachilar kirib kelganligi, umumiy hisobda yangi obunachilar 50% dan ziyodroq, davomiy obunachilar 7% va obunachi bo'lmaganlar esa 40% ni tashkil qilyapti. Asosiy ko'rilgan videolarimiz, asosan bitta videomiz salkam 30 million marta ko'rilgan. Bu yerda ham o'zgarmagan. Kechki 18:00 da asosan ko'rishlar soni, hafta oxirida esa sal boshqacharoq ekan. Bizga qiziq bo'lishi mumkin. Bu yerda mana ayollar 17% dan yuqoriroq, erkaklar esa 81% dan yuqoriroq. Salkam 82% qismi obunachilarimizni yoki ko'ruvchilarning qismi erkaklar hisoblanar ekan. Bu yerda ham o'sha yoshlar. Endi analitikaga qaraymiz. Boyagi videoda, ya'ni oxirgi 28 kunlikda Germaniya birinchi o'rinda edi. Hozir ham birinchi o'rinda, lekin ikkinchi o'rinda Avstriya, uchinchi o'rinda Shveysariya shunaqa edi. Endi hozir statistika ozroq o'zgargan. Ya'ni birinchi o'rinda hali ham Germaniya 55.7 qism bilan, lekin O'zbekiston ikkinchi o'rinda, ya'ni 5% bilan. Endi bu juda katta qism emas, lekin bu degani 250 million marta ko'rishlar sonini 5% ham yaxshigina son hisoblanadi. Endi omzat qismiga o'tamiz. Lekin oylarga taqsimlaganda qani oxirgi 6 oyda qaysi oylar qancha tushum bo'lgan ekan o'shalarni ham balki ko'rsatib o'tarman. Mana biz Filferdienstuni ustiga bossak, adashmasam, mana ko'rsatdi. Aytib o'tganimdek, sentyabr oyi boshlangan ekan asosiy tushumimiz. Undan oldin ham bo'lgan, qaysidir ma'noda qanchadir tushumlar bo'lgan, lekin o'laja katta hisoblanmagan. Lekin oxirgi sentyabr, oktyabr oyidan boshlab tushumlarimiz bo'lgan. Sentyabr oyida $256 tushum bo'lgan ekan. Oktyabr oyidan boshlab o'zi ko'tarilgan. Oktyabr oyida 2800 €, ya'ni oxirgi yil oktyabri. Noyabr biz uchun rekord darajadagi summa tushgan. Mana ko'rganlaringizdek $5333, ya'ni bir oyda, noyabr oyida tushum bo'lgan ekan. Vau. Zo'r. Endi keyinchalik tushum pasaygan. Dekabr oyiga kelib 1684, keyin yana ko'tarilgan. Yanvar oyi, fevral oyi tushgan. Sababi men ko'p yo'lda bo'lganman. O'zbekistonga mana shu vaqtlari ko'p bordim. Shu sababdan fevral oyida ko'p videolar qo'ya olmadim. Keyin mart oyidan boshlab yana ko'tarildi. Aprel oyi ham zo'r bo'lgan, $2600 dan ziyodroq. Keyinchalik may oyiga kelib bizni YouTube bloklagan. Endi bloklagan deganda monetizatsiyadan hozircha uzib qo'ygan. Shu videoda sizlarga hech qanaqa yashirmasdan to'liq YouTube kanalimni, keldi-ketdilarini, analitikasini ko'rsatdim. O'ylaymanki, shunga yarasha xulosa chiqarsangizlar bo'ladi. Ya'ni YouTube faqat hobbi sifatida yoki qanaqadir ma'lumot izlash sifatida emas, YouTube'ni daromad manbai sifatida ham yaxshigina foydalansa bo'ladi. Bu uchun men alohida Telegram kanal ochganman va mana shu yerdagi bilimlarimni qanaqa qilib mana shu etapgacha yetib kelganligim va qanaqa qilib daromadga chiqqanligim bo'yicha xulosalarni Telegram kanalimda to'liq
aytib boraman. Undan tashqari ijtimoiy tarmoqlarimiz bor. Instagramlarda yoki Telegram gruppalarimiz bor. O'tib obuna bo'lib qo'ysangizlar, o'sha yerlarda ham ma'lumotlarni berib o'taman. Tez orada 1-to-1 coaching degan kursimizni yo'lga qo'yamiz. Bu nima degani? Bu siz bilan yuzma-yuz o'tirib YouTube kanal qanday ochish, qanaqa videolar qo'yish, montaj jarayonlari, sun'iy intellektlarni qanaqa ishlatish va ulardan unumli foydalanish bo'yicha o'z bilimlarimni sizlarga bo'lishmoqchiman. Bu albatta pullik bo'ladi. Bepul yo'llari ham bor. Ijtimoiy tarmoqlarda bemalol kirib obuna bo'lib qo'ysangizlar bo'ladi. Lekin bu yuzma-yuz o'tirib yoki yuzma-yuz muloqot jarayoni hisoblanadi. Endi buning uchun nima qilish kerak? Hozir pastda Telegram kanal bor. O'sha linkka o'tasizlar. U kanalimiz, umumiy ma'lumotlar berib o'tamiz. Lekin ichki yana bitta kanal ochiladi va o'sha kanalda siz yuzma-yuz suhbatga yozilishingiz mumkin bo'ladi. Narxlarini ham o'sha kanalda aytib o'tamiz. Videoni tugatishdan oldin oxirgi faktlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Ekranimizda ko'radigan bo'lsak, bu o'sha Übersicht va videolar qismiga o'tamiz. Bu YouTube formatida olingan uzun videolar, ya'ni long videolar hisoblanadi. Endi bu yerda eng ko'p ko'rilgan videolar soni bor. Mana shu yerga bosadigan bo'lsak, Xo'p, eng ko'p marta 5 yil oldinga qo'ygan videom, Germaniyadan fura yuk mashinalari olib ketish degan videom 1 million marta ko'rilgan. Oilaviy Germaniyada yashash va xarajatlar videom salkam 500 ming marta va Germaniyadan yana fura olib ketish, negadir shu mashina mavzusi ancha populyar bo'lgan ekan. Xohlasanglar yana shu borada ko'proq videolar joylashim mumkin bo'ladi. Ko'proq, prosmotr olgan ekan. Keyingisi Nodir aka, Nodir Hajiyev bilan olgan videomiz 425 ming marta. Bu 2 yildan oshgan videomizni olganimizga. Keyingisi Germaniyadagi o'zbek ayoli Habiba opam bilan olgan videom 330 ming marta. Ajoyib. Keyingisi nemis lagerlari, konslagerga tashrif buyurganmiz va undan keyingisi Germaniyada oyliklar va bu davom etib ketaveradi. Xo'p, endi shorts qismida ham xuddi shunaqa. Umumiy oxirgi qo'yganlarimdan boshlab eng ko'p ko'rilganlari bu yerga bosamiz. Eng ko'p ko'rilganlari Kunterwerbung wow, 30 million marta ko'rilgan ekan. Keyingisi 8,5 million, 8 million 200, 8 million, 6 million 900, 6 million, 5 million, 5 million, mana bu 3 million 400 mana shunaqa bo'lib ketgan ekan. Zo'r, o'ylaymanki, bu yomon natija emas. Kelgusida ham endi intervyularni qo'yamiz. Mana ko'rganlaringizdek intervyularimiz ham juda ko'p marta ko'rilgan. Bu degani qiziqish bor. Shuning uchun, intervyularga agar siz kimda-kim Germaniya hududida yoki Yevropa hududida muvaffaqiyatga erishgan insonlarni tanisangiz, albatta kommentariyada yozib keting. U kishilarga aloqaga chiqib, iltimos qilib so'rab ko'ramiz va o'zlarining tajribalarini bo'lishlarini iltimos qilamiz. Asosiy kanalimni analitikasini to'liq ko'rsatdim, lekin menda bundan tashqari yana bir nechta kanallar bor. Sun'iy intellekt bilan qilingan kanallar bor yoki, umuman olganda kulgili videolar joylaydigan kanallarim ham bor. Endi ularni balki keyingi videolarda ko'rsatib o'taman. Agar siz ham mana shunaqangi, knopkaga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqangi, YouTube kanal qurmoqchi bo'lsangiz va daromad qilmoqchi bo'lsangiz, albatta sizlarni kutib qolaman. Buning uchun aytib o'tganimdek, video ostidagi linkka kiramiz, o'sha Telegram kanalimizga o'tib olamiz. Xo'p do'stlar, vaqtlaringiz uchun kattakon rahmat. O'ylaymanki, sizlarga videomiz ma'qul keldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.